kayfiyatlanishik. Chiroylimi? Bugun quruq qo'l bilan keldim. Bugun ilk bor adabiy tilda, ya'ni she'rada emas, adabiy tilda yangi ashulamiz sara taqdim qilaman. Bugun premyeramiz bor va menimcha sizlarga yoqadigan umiddaman. O'zinglar eshitib bahosini berasizlar. Qo'shiqlarimiz siz aziz mehmonlarimiz uchun davom etamiz. Qabul qilmadi yurak sendan keyin boshqani, sevilmasa ham kerak, axir sandaqasi bormi? Qabul qilmadi yurak sendan keyin boshqani, sevilmasa ham kerak, axir sandaqasi bormi? Bu hayot